Salom do'stlar. Bugungi videoda sizlarga Janubiy Koreyadagi o'zbek studentlarining oyiga, kuniga va soatiga qancha daromad topishi va qanday ishlarda ishlashi haqida biroz ma'lumot berib o'taman. Videoda asosan narxlar, ish haqi va mehnat narxlari vonda aytaman. Sizlarga ekranda dollarda qancha topilishi haqida chiqadi. Janubiy Koreyada 2026-yil oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, eng kam oylik ish haqi soatiga 10.302 won belgilangan. Hozir birinchi sizlarga kunlik Janubiy Koreyadagi studentlar kuniga kunlik qanday ishlarga chiqishi haqida aytaman. Keyingisida oyiga qanday ishlarda ishlashi va oylik ish haqi haqida biroz ma'lumot berib o'taman. Endi videoni boshlasak bo'ladi. Janubiy Koreyaga yangi kelgan studentlar asosan tekpey ishi bor. U tekpey ishi logistika ombor bo'ladi. Boshqa shaharlardan bir shaharga yuklar kelib tushadi. Furalar, konteynerlarda ularni studentlar yuklashadi, yuklarni va tushirishadi konteynerlarga. U ishda asosan katta tekpeylarni nazarda tutyapman. Bu ishda asosan minimum 10 soat bo'ladi, maksimum 17 soatgacha bo'ladi. U ishda asosan ish haqi minimum 120 ming, maksimum 200 ming won. Ba'zida ish soat ko'proq bo'lsa, undan ham oshib ketishi mumkin. Undan keyin Janubiy Koreyadagi keyingi kunlik ishlar Injak Samushil deydi. Kunlik ish beradigan ofislar bor. U ishda asosan studentlar chiqib ertalabda 5lar yoki 6larda chiqib o'tirishsa, o'zlari ish berishadi. Tilni yaxshi bilsa faqat. U ishda asosan kunlik qayerga ishga boradi? Masalan, pullik buzish ishlari bor, har xil ishlar bor. U ishga kunlik ishlarga chiqib, ular asosan minimum samushillarda 140 mingdan 180 ming, 200 minggacha topganlar ham bor. Mana mening o'zimning yaqinda tanishim ham Lessi ishiga chiqib turib 250 ming maksimum topib keldi. Bu ma'lumotlar aniq. Ma'lumotlarga asoslangan. Keyingi ish bo'lsa qurilish ishi bo'ladi. Qurilish. Masalan, katta usta bo'ladi. Katta ustaga yordamchi, masalan, taxtalarni toshish va mayda-chuyda narsalarni toshib turish bo'ladi yoki yordam berish bo'ladi. Bu ishda asosan minimum 140 ming wondan maksimum 180 ming va ish soatiga qarab turib narxlar oshib boradi va o'zgarib boradi. Keyingi ish bo'lsa zavod ishlari. Zavod ishlarida asosan kunlik zavod ishlari zavodlar so'rab qoladi kunlik ishlarni. Unda asosan zavod ishlarida har xil ishlar bo'ladi. Masalan, men chiqqan joyda qadoqlash ishlari bor. Qadoqlash ishlari, buyumlarni qadoqlaysiz va har xil ishlar. U ishda asosan minimum zavod ishlarida 125 ming wondan 180 ming wongacha topishadi studentlar. Keyingi ish bo'lsa qishloq xo'jaligi ishlarida asosan ob'yomlik ishlar bo'ladi. Qishloq xo'jaligi ishlarida asosan ob'yomga olishadi. Ob'yomda ishlashadi, qilgan ishiga qarab turib va pul olishadi. U ishda asosan ob'yomga ishlashgani uchun ob'yomda aytaman. Masalan, studentning studentning o'ziga bog'liqda qancha ishlashi, masalan, 12 soat ishlab yoki ko'proq ishlasa ham ko'proq topsa bo'ladi. Ob'yom ishlarda asosan studentlarning harakatiga bog'liq. 120 ming wondan u ob'yom ishda, masalan, piyoz ishi bor, masalan, bitta 1 gektar ishni tugatib bersang, senga qancha beraman deb o'zlari studentlar kelishadi. Bu ishda asosan kuniga 120 ming won, 180 ming va maksimum 200 ming, 350 ming va undan ketaveradi. Bu ob'yom ishlarda studentlar yaxshi harakat qilgani uchun, masalan, 1 gektar joyni qanchada tugatsang yoki mana shu yerda tugatib bersang, qanchaga 350 ming won deb gaplashishadi. Shuning uchun keyin omborxona ishlar bor. Omborxona ishlarida asosan qadoqlash narsalarni, keyin yuklash, taklash ishlari bo'ladi omborxona ishlarida. Omborxona ishlarida asosan studentlar 110 ming wondan 180 ming wongacha topishadi va narxlar ishlagan soati va kuniga qarab farq qiladi. Endi oylik ishlarga o'tsak, kunlik ishlar shunday. Endi oylik ishlarda asosan ko'p studentlar qishga yaqin kirishib oladi. Qishda Janubiy Koreyada ishlar kamayadi, samoshillar ish bermay qo'yadi. Shunday. Oylik ishlar asosan birinchi kafe, restoran va oshxona ishlarida studentlar ishlashadi. Oylik 2.300 ming wondan kafe, restoran va oshxonada ishlaydigan studentlar asosan 2.300 mingdan 3 million va yuqorilab boraveradi, ishlagan tajribasiga bog'liq va shunday desa bo'ladi. Keyin Janubiy Koreyada Pyeonchon deydi, 24 soatlik magazinlar, GS, Siu degan magazinlar bor. Shu ishlarda Janubiy Koreyada studentlar ishlashadi va unda minimum 2.300 ming, maksimum 2.800 ming bo'ladi. Bu ishda asosan yarim kunlik ishlashadi. Keyin omborxona, qadoqlash, yuklash, tushirish bo'ladi. U doimiy ishchilari ham bor omborxonaning. U ishda asosan studentlar
2 million 400 ming won va 3 million 200 ming won oralig'ida topadi studentlar va plyus ketaveradi, kuniga qarab turib va ishlagan soatiga qarab turib oshaveradi narxlar. Keyin stajga ham qaraydi. Oylik ishlarda stajga ham qaraydi. Keyin qurilishga yordamchi ishchilar doimiy ishlashib oladi, kirishib oladi studentlar qurilish. Masalan, katta ustaga yordamchi deb videoni boshida ta'kidladim. U ishda asosan 3 million va 3 million minimum 3 million, maksimum 5 million va plyus ketaveradi kuniga, soatiga qarab. Keyin zavod ishlari, eng oxirgi ish zavod ishlari bo'ladi. Oziq-ovqat zavodi, plastik mahsulotlar ishlab chiqarish zavodi, ehtiyot qismlar, avtomobil ehtiyot qismlari va boshqa elektronikalar ishlab chiqarish zavodi bor. Shularga asosan studentlar ishlashadi. Minimum 2 million 300 ming won, maksimum 3,5 million won va plyus ketaveradi. Ishlagan kuni va topgan daromadiga qarab. Bu narxlar 2026-yil oxirgi ma'lumotlarga asoslanib men sizlarga aytyapman. Sizlarga videoni kuzatganingiz uchun rahmat. Hammalarga xayr. Ana sevgi yorobim.